Can kuşitan kapas din zor ayrılmay turup behuda hoyu havas damga özünü camını sunmay turup zikirge o'rgat tilingni Azrail kelmay turib ay shu ishrat oxiri davom biladir bilsangiz fikrini ilgari qil hasrat bilan o'lmay turib ahli olamga nazar solma o'zingga g'ofil o'zingga maftun etib aylab bo'ydin ozdirmay turib xonigar istasang xonliq gadoyi xoliq ol oxirat obod qil umring guli so'lmay turib zikrga o'rgat tilingni Azrail kelmay turib jon qushitan qapas din zor ayrılmay turib zikrga o'rgat tilingni Azrail kelmay turib parvonalarga mandin duodur sandil ijobat canım tasadduk cananelerge canım tasadduk cananelerge Ko'ngli qattiq rahma aylamaysan ko'ngli qattiq rahma aylamaysan qilgil nazar sen bechoralarga qilgil nazar sen bechoralarga Maşrab seni diyip keçti candan Maşrab seni diyip keçti candan başın koydu Aslanlarga başını koydu aslanlarga ben kimge aytay dostlarım satbara kıldı yüreğim devona kıldı işk mani
tun kechalarda eylasam, har dam seni yod eylasam, ko'yingda faryod aylasam, devona qildi ishq mani. Ishqingda faryod aylasam, devona qildi ishq mani. Shamu sahar giryon bo'lay, yo'lingda sargardon bo'lay, oxir sana qurbon bo'lay. Devona qildi ishq mani, devona qildi ishq mani. Oxir sana qurbon bo'lay, devona qildi ishq mani. Sarsona soldi ishq mani. Ishq ahliga hamdam bo'lay, haq yo'lida mahkam bo'lay, dargohiga mahram bo'lay. Devona qildi ishq mani. Mashrabga lutfu karam, vahdat sharobi dam badam. Ey sohibi lavhu qalam, devona qildi ishq mani. Ey sohibi lavhi qalam, devona qildi ishq mani. Sarsona soldi ishq mani, devona qildi ishq mani. Ay shu ishrat qoidasini davlatmandlardan so'rang. Xo'jayinlardan. Notomonlar, ojizlar, bechoralar. Bizga juz mehru vafo oyini bo'lmaydur nasib. Bevafolik rasmini nomehribonlardan so'ring. Ya'ni bizga mehru vafo tariqi qoidasi hech nasib bo'lmaydi. Bevafolik qoidasini mehri yo'qlardan so'rang. Lig'lar shevasin yaxshi bilmaslar oni, bizdek yomonlardan so'ring. Badnomliklar odatini ular yaxshi bilmaydilar. Biz kabi yomonlardan so'rang. Fardlik zavqini so'rmang. Shavkatu joh ahli so'ramang. Unday qattiqchilik kayfiyatini behonumonlardan so'rang. Ajiz tuprog'ida ishq ahliga ulkan hukmi bor. Qatl hukmi aylamakni qahramonlardan so'ring. Ya'ni ojizlik tuprog'ida ishq ahliga og'ir hukmlar bor. Qatl hukmini aylamakni qahramonlardan so'rang. Qahramonlardan murod o'z nafsiga hukmron bo'lib olganlardir. Chun Navoiy ishq sahrosida itti do'stlar, oni ul yondin otishkon karvonlardan so'ring. Ya'ni ey do'stlar, Navoiy ishq sahrosiga kirib ketdi. Endi uning daragini o'sha sahrodan o'tgan karvonlardan so'radi. Ana karvonlar bilatda birla bo'lgan. Ya'ni qisqacha sharhi. Bu g'azalda asosan ahli suratlar bilan ahli dillar orasidagi farq e'tirof etiladi.
ahli suratlar ya'ni dunyoparastlar insonni yashashdan maqsadi nimada ekanini idrok qilmaydilar. Ha ana. Oriflar esa Oh. maqsad manziliga qanday borishini yaxshi biladilar.